hozir men sizlarga juda ham katta bitta wow открытие qilaman, ochilish. Yangi yilda yoki umuman yangi yilsiz ham qiynalib, o'zidan nolib, yoqtirmay ovqat qiladigan ayollarimga juda ham katta ochilish. Agar sizni turmush o'rtog'ingiz sizni yaxshi ko'rishni xohlasangiz, energiyaga to'la bo'lishni xohlasangiz, o'zingiz xohlagan narsangizni eringiz, qaynanangiz qilishini xohlasangiz, siz xohlaganday bo'lishini xohlasangiz, ovqatsiz qiling. Chunki bizning qo'limizning uchida shunaqa energiya bor. Nimaga tegsak, yuragimiz bilan nimani o'ylab shu narsaga teginsak, mana shu joyda energiyangiz qoladi. Va eng katta siri, siz nimani o'ylab ovqat qilsangiz, masalan, eringiz haqida qanaqa narsalarni chiroyli o'ylab, sevib ovqat qilsangiz, u energiyangiz qo'lingiz orqali yuqqan ovqat erkakning ichiga kiradimi, eringizni ichiga kiradimi? Agar sizni energiyangiz, yuragingiz toza bo'lsa, aurangiz kuchli bo'lsa, u erkakning atrofiga hech qanaqa boshqa ayol yaqinlasha olmaydi. Mana nima uchun erkaklar ovqat qilgan ayolni yaxshi ko'radi. Ular ovqat qilgani uchun yaxshi ko'rmaydi. O'sha bilmagan, ular ong ostida bilmaydiki, o'sha ayol energiyasini ovqat orqali erining ichiga solib qo'yadi. Nimaga ovqat qilgan kelinni qaynonasi yaxshi ko'rib qoladi? Chunki o'sha ovqat orqali, singan energiya orqali qaynonada mehr uyg'onadi. Chunki u ayol ovqatini qilib, mehr bilan, sevgi bilan, o'sha qo'lini uchidagi energiyalari bilan qilingan ovqat, u energiya hech qayerga yo'qolib ketmaydi. Energiya shunaqa narsaki, bir narsadan bir narsaga aylanishi mumkin, lekin yo'qolib ketmaydi. O'shaning uchun sevgi bilan, mehr bilan ovqat qiling. Sevgi bilan nimani bersangiz, mana fikringiz orqali ham, qo'lingiz orqali ham, mana shu eng asosiy qurolingiz sizni aslida. Qaynonangizni yaxshi ko'rishi, bolalaringizni yaxshi ko'rishi sizni, eringizni yaxshi ko'rishi va ular siz xohlagandek bo'lishini eng asosiy instrumentlardan bittasi va ayollik sirlaridan bittasi. Bilib qo'ying, agar siz o'zingiz ovqat qilib yesangiz, qancha vaqt sarflasangiz shu ovqatga, sizni oylar davomida shu energiya tutadi. Ko'chadan yegan ovqatingiz, tez tayyor bo'ladigan ovqatlar sizni energiyangizni tez tugatib qo'yadi. Mana nima uchun hozir hammada energiyasizlik, ya'ni energiya kuchsizlik, holsizlik holatlari bor. Chunki qisqa muddatga bizga energiya beradigan, qisqa vaqtda tayyorlanadigan ovqatlarni yeydigan bo'lib qoldik. Xohlagan odamga tavsiya.